Mana yenglik degan, mana yenglik. Muzda pishgan kapsa cho'rpisi, do'stlar chaqchaqimdan mana haqiqatan muzda pishiramiz kapsa cho'rpisini. Muzda pishgan kapsa cho'rpisi bo'lsin, mayli qo'ygich bo'lsin, cho'rpisi intan shirin, ta'mlik bo'ladi. Materiallarni purqilmaydi. Ham cho'rpisi intan suzuk chiqadi. Do'stlar, shu kapsa cho'rpisi qiziqsanglar, meni guyanjiq qo'yib, menga so'z qoldiringlar. Men sizlarga yutib qo'ymayapsiz. Haqiqatan yenglik bir sho'rpa mavu. Mana shundoq muzni silib, o'tni ochamiz. Mana muzni erib, sho'rpa asta-asta qaynaydi. Bunda ko'rgandek suzuk sho'rpaning rangi. Bek chiroyli bu sho'rpa. Shu sho'rpaning suzukligi uchun dardamlanmi? Bu shundoq bir qop silib solamiz, ma tuzmi? Yirik tuzmi bu? Yirik tuzmi? Bu sho'rpaning ta'miga dam foydasi bor. Qirtaq bo'la olmaydi bu. Kuch pishaganda amal bor yirik tuz bilan pishiraydi. Doridanlarni ayrim qaynatib solamiz. Mana sho'rpaning suzuk bek ichik sho'rpa bo'ldi mana. Mehmonlar sho'rpa kelmamsizlar.